Qadrdonlar, mana xudo xolasa eshik romlarimiz ham yetib keldi. Bu tashqari tomonga ikkita eshik rom. Obunachilar hammalarga salom. Bizdan shu yerda onaxonligida xizmatdamiz. Romlar o'rnab chiroyli bo'lib qoldi inami. Bu og'ir pechka ekanmi? Mana keldi va nihoyat azizlar. Yo'g'i bu qatdan ana qilar kim buni? Yo'qadi. Narxlarni qator so'raymiz, aytib berishadi. Yangi, azizlar, yangi, lekin hayron qolasiz, juda ham arzon. Tinginami rahmatli chollarni xazinasi ko'milgan. Hozir bitta ochamiz, azizlar. Ochamiz. Qumning ichidan nima chiqsa, ustalar bilan teng bo'lishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana yaxshi kayfiyatlar bilan videolarimizni ham boshlab oldik. Yetib keldik Qunduz Enamikiga inshaalloh. Ustalar ham yetib keldi. Ishlar qizg'in ketyapti. Hozir mana pena, miq, shrub qilib yana olib kelyapmiz. O polni ham buzib chiqarib olishibdi qadrdonlar. Bu ustalar mana shunaqa qilib chiqqan axlat musorlarni olib chiqib ko'chaga to'kishyapti, chetda tekizlaymiz. Mana o'rtada buzilib ketgan devor mana bu narsa bo'lgan, g'ish bo'lmagan ekanda. Qaranglar, bunaqa gipsmi nima bo'lo? Bu bunaqa narsa bo'lgan ekan. Xo'p. Yana uyga kiramiz endi. Hormanglar. Ustaka, hormanglar. Nega? Bardamisiz? Tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Buzg'unchilar. Qalaysizlar, baraka topinglar. Enam uydan xazina chiqdi mana. Bir kamas pul chiqdi deya. Bir kamas pul chiqdi. Mana shu joyda Qunduz Enami rahmatli chollarni xazinasi ko'milgan. Hozir mana yerda ochamiz. Azizlar. Ochamiz. Qumning ichidan nima chiqsa, ustalar bilan teng bo'lishamiz. Rosa ursalaring kerak, biz sizlar ko'pchiliksizlar. Ochak baraka shu yerda turib turing. Xizmatdan biror narsa kerak. Sal boqib o'tir. Haligini ko'rsating aka. Pechkani, rasmini. Pechka dahshat ekan. Biz to'g'risi ko'rganimiz ham yo'q edi, bilganimiz ham yo'q edi. Hozir pechka chiqdi. Akfa eshikron kelyapti, poltaxta kelyapti. Laga o'zidan chiqaradigan bo'libdi. O'zidan qo'lidan bo'lsa, baribir 10 ta, 12 ta bakovatlar butuni chiqdi. Bakovatlar hanna aytayapman, ustalar sizlar tomonga yiqiladigan ustalarga. Ishlatadiganlar mana shunaqa usta chaqiringlar. Qarang. Hozir olib kel deganda iloji yo'q, topib olib kelardi-da. Xo'p, pechkamiz mana pechkadan ekan. Mana shu pechka.
aytilgan Andijon pechka. Endi buni bunday qilib chiroyli qilib urib qo'ysa ham bo'lar ekan. Endi biz bunday qilib go'zal qilib hozir imkoniyatimiz yo'q, lekin g'ishlarimiz bor. Shuni urib turib, xuddi shu fasonda shkaturka qilib o'ramiz. Bo'laveradi mana shunaqa? Bizni ursa bo'ladi, ba'zida nima qilish kerakda buni? Ashka qilish bo'ladi. Endi bunday qilib chiroyli qilish uchun endi alisovka bo'lish kerak-da. Ha, Qoch aka. Nima beraman g'ishini devorsalar, to'g'rimi? Hozir 500 ta ketadi bundan ham. 500 ta ketadi. Undan agar 3000 so'm bittasi ham. bir donasi 3000 so'm. 500 ta ketsa ham qancha bo'ladi? 1,5 million bo'ladi-da. Endi bu nasib kelib qolsa, qaysidir birorta aka-ukalar yoqasingilar nom beraman deb qolsa, xudolar qolsin. Bo'lmasa, ana o'zidan chiqqan g'ishtdan tayaga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Mana shunaqa holatda mana o'rnaydi pechga, azizlar. Mana bunaqa holat bo'ladi. Tayaga qo'yib qo'yamiz. Hozir pechka yetib keladi, agar kimga mana shunaqa pechka kerak bo'lsa, men pechkachilarni nomerini qo'yaman. Arzon ekan bu yoq. Mana shunaqa pechka bo'ladi. Enam orzu qo'ygan pechka. Xo'p, endi 100lik miq oldik, 70lik miq oldik, 3 kilo, 100lik miq 1 kilo oldik, 7lik shurup dediz, yarim kilo uni oldik, 2 ta pena dediz, uni oldik. Yo'q, pistaletligi bor ekan-ku. O'zida pistaletligi. O'shani oldik. Xo'p, kechagi kunga rasxotimiz 14-kun ish boshlagan ekanmiz. 14-kuni 100 ming so'mlik go'sht olib keldik, 15 ming so'mlik non oldik. Xo'p, 15-chisloga bo'layotgan rasxotlarimiz: guruch sabzi oldik 120 ming so'm, anker 2 kilo miq oldik 75 ming so'm, pomidor bodring oldik 40 ming so'm, oq-hakka 225 ming beruvdilaringizmi? 225 ming oq-hakka. Ustalarda kunda Qotortog'dan Yozyovonga borib kelib yurish yo'l kirasini o'rniga mashina o'zimizda bor, gazimizni qo'yib beringlar, borib kelaveramiz deyishdi. 75 ming so'm gazlariga qo'yib berdik. Keyin Laboni shopiriga Zarkindan bu yoqqa olib kelib berdi, 100 ming so'm berdik. Keyin qumga 200 ming berdilar, ya? 200 ming. Qumga 200 ming so'm berildi. Xullas, bugungi qilinayotgan rasxotimiz qisqacha shu. Qiziqqan insonlar ham bor-da. Kelayotgan pulda Akmalxon bilan Dilmurod haqiqat qilib yuboryapti ekan. Nima qiziqadigan odamlar bular, to'g'rimi? Xudo xolasa qilinayotgan ehsonlar joy-joyiga ketyapti. Bitta misol, bu insonlar ham ko'rib turibdi bo'layotgan ishda, endi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Lekin bitta narsaga ochiq oyda aytishim kerak. 1 million 100 mi qancha? 1 million 50 ming dedim, 1 million 100 ming dedim. 13 ga qadar pol aytdik. Pol taxta. Hozir keladi. 3 million 30 ming so'm akfa eshik rom bo'ldi. Buni nasiyaga gaplashib kelganmiz. To'g'risi sizlar. Jicha qo'llab turasizlar, chunki tezroq. Hozir biz pul yig'ilib kelgan olib kelaylik desak, ustalar bo'sh qolib ketadi. Romni buzib qo'ygan, polni buzib qo'ygan. Shu narsalar olib kelsak ish bo'ladi. Bo'lmasa olib kelsang qilaman deyapti. O'shaning uchun majbur bo'ldik, qadrdonlar. Shu eshik rom bilan pol taxtani nasiyaga olib kelishga, chunki ish to'xtab qolmasin dedik. Xudo xolasa ozgina qo'llab olsalaring, ustida gaz deb yotibdi, bitkizib yuboramiz. Lekin o'sha gap xazinani bo'lishamiz ekan. Bir xil qochib ketishimda yo'q olib ketib. Yana narsalarga berib yuboringchi? Yo'q, xumda olib, Dilmurodjon mahal bosh ustida gaplashib qo'ydim. Cho'tki ustadim. Ular bilan ham xum qidirib yurmaylik odamga. Oltinda bor buzildi mana, eshitma chiqmadi birinchidan. Lekin o'sha 63-yili mana shu uyda qurgan ustalarga o'sha gapim. Qanchalar sog' bo'lsin. Teshilib yotib qoldilar. Qo'qonni vazirlar aqal do'gash tashkilotlar tashkilotga. Hojak barakam chiqmadimi? Tashkilotlar bozor yozib bor. Hamda bizlar olib kelib uyga ikkamiz deb so'radi. Hozir ketdi-mi? Bu hech qancha ana qilinmagan ekan. Bu uylar ha? Yo'q, men o'zim kumam ko'tarilib ketdi, turaverman. Bo'lsa. Uni
tekizlab olib tashlash kerak bu. Ozgina. Keyin yana bitta muammochamiz bor, uni ham aytib o'tay. Azizlar, bunga ham befarq bo'lmaysizlar. Xo'p, mana dedi. Bu 40 kilo qanaqa ketarmidi vadimizsa? 40 kilo vadimizsa 20 kilo nimasiga so'kilgan. 60 kilo ketadi. 40 kilo uyga 20 kilo so'kilgan vadimizsa kerak. Uni ham hali olganimiz yo'q. Lekin bunaqa insonda rizqini Xudoyim beraverar ekan, ustaka. Qarang, bir tiyin puli yo'q edi. Yo'q, boshladi. Lekin Xudoyim kundalik rizqni mana obetini ham, nonushtasini ham, mahsulotini ham Xudoyim yetkazyapti. O'shaning uchun akalar, opalar, enamni yaxshi ko'raman deganlar ko'p. Xudo xolasa yetkazib olamiz. Chotki bo'ladi, hali yor salomlarda aytib enamni olib kelamiz. Xudo xolasa. Yo'q, qarab turasiz. Ashitda kalonkani qo'yib, salomni qo'yib olib kelaman. Enam. Chol bor deb Opaqizmi? Endi ayrim joylarda Toshkentda hali opoqqa deb ayol kishiga nisbatan aytiladi. Bizda vodiyda, Farg'onada opoqqa deb misol dadamizni dadalarini yo onamizni dadalarini opoqqa deyiladi. O'shaning uchun bir kun jiji debman. Jiji deb bizga nimani aytadi? Chaqaloq dedi. Chaqaloqni jiji aytadi. Boshqa joyda boshqacha tushunib qo'yishar ekan uni. Yomon ma'noda ham tushunishar ekan. O'shaning uchun hali shevada aytib bilmaysizlar. Kuyov bola ham bor ekan. Prosta kelinni ko'ndirishimiz kerak xolos. Kuyov bola necha yosh? 98 ga kirdi. Enam endi 22 ga kirdi. Yo'q, ajab bo'lgan 98 ga endi kirdi hali o'qib. O'sha opoqning yoshlariga kirib yuraylik. 98 ga kirish hozirgi 21-asrda nikahdim. Hozir ham ketmoniga to'g'ri agaratish qilib yuradi. Svidetloz bo'lasizda, biz kuyovjo'ra bo'lamiz. Bu opoqalar bir duosini oling. Yarim soat duo qiladi. Agar ruxsat bersalar biz borib video qilaylik, tarixda qoladi-da, chunki u Takalida Behruz shogirdimizning qo'shnisi bor-da, opoq 98 ga kirgan u tog'a ham velosipedda Takalidan Yazonni masjidiga jumaga kelib ketarganlar velosipedda. Hozir ham qovuniga ekanlar. Dalaga chiqib olib, hassa bilan yurib, buni 98 ga, 96 ga kirgan o'rtoq. O'zi ashtaqa 90 dan o'tgan bo'lsa, u insonlar bilan bir intervyu olib va reportaj qilib tarixni juda biladi. Yo'q, tarixga muhrlanadi. Ertaga sizning farzandlaringiz katta bo'ladi. Bu qoladi-da, internetdan kirib, dadam opoqisi bo'lgan ekan deb sizni farzandlaringiz eslab yuradi-da. Ko'pchilik uni kamerani tutsangiz noto'g'ri tushunadi. Yo'q, endi hamma ham hali faqat yomonlikdan hisob chiqmaydi-yu. Shu. Dunyoda faqat yomonlik emas, yaxshiliklar ham bor-ku. Qadrdonlar, mana Xudo xolasa eshik romlarimiz ham yetib keldi. Bu tashqari tomonga ikkita eshik rom. Bu yangi. Mana 3 ta eshigimiz Xudo xolasa yetib keldi. Mana birinchi romni olib, Xudo xolasa o'rnatishni boshlashdi. Xo'p. Hali. Ona qildingizmi? Rosa tushib qo'ydi-yu, aka. Go'zal bo'lib. Ko'z tegmas. Xo'p, mana poltaxtalar ham yetib keldi. Xullas, qadrdonlar, hozir bu poltaxta bizga yozib jo'natib yuborishibdi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Xo'p. To'rga 10, 33 dona. To'rga 10 bo'ladimi? Ustami? Taxta? 2 ga. Ha, 4 metrli. 10 santimetrli ekan. Ha.
uzuni 4 metrli. 10 santimetri. Kecha qatta jur. 10 santimetrli 33 dona poltaxta 32 ming so'mdan keldi. 1,56 million. To'g'risi nasiyaga qilib olib keldik mana shu taxtani. Hoji Akbar tog'a, bormisiz, siz? Men hali ham metr tortishni o'rganyaptim ekan akam, chiqmabdi bugun dedi. Eshitdim. Ha. Qalaysiz? Rahmat. Biz obunachilar bilan ham ko'rishib qo'ydik. Bo'ldi. Obunachilar hammalariga salom. Zamshedda onaxonligida xizmatdamiz. Qayerda yotdingiz? So'rida yotdingiz, mahallada. Aytga qaraganman, panelada. Mana shu Hoji Akbar akam shu yerda enamni uyini qo'riqlab yotibdilar shu so'rida. Keldi xudo xolasa. Polni ko'rdingizmi? Yo'q, endi kelib qoldi. Ko'ringchi. Shu bo'ldimi? Ko'tay tepaga. Tepaga. Bu ustalar qanaqa ustalar ekan deyapti. Ustalar yo'qotdi. Hech qachon yo'qotdi bu ustalar. Yo'q. Yo'qotdi. Qanaqa fikrdasiz ustalarda? Shu yerda biz yo'qmiz. Ustalar zo'r ustalar. Bular a'lo. Bularda navbat yana ish topib, to'rxona beshxona ish topib, yangi ish topib beradi. Zo'r ustalar. Pul bo'lish kerak men uchun. Yo'q, endi misol mana Ulgutalmas ekan. Ishdan chiqib qoladi. Misol o'zgaga qarash bo'lsa, nochorona qilishlar shunaqalarga tavsiya qilsangiz bo'ladi. Nimaga? Tanishib qolib ham ishlar yaxshi ekan. Albatta, qarang, o'sha ko'ylab, tozalab, axlatini ko'chaga olib chiqib tashaman bo'lishdi. Tuxum olib qolaylik, ha? Ustalarimiz. Xo'p, qadrdonlar, Xudo xolasa yaxshi hammasi davom etyapti. Faqat sizlardan bitta iltimosimiz. Enamni yaxshi ko'raman degan aka-ukalar, opa-singillar shu poltaxta bilan shu akfaga qarash boshlaringiz yaxshi bo'ladi. 3,30 million romga, 1,56 million poltaxtaga. Bu jami boring 4,1 million, boring 5 million pul ketar ekan. Ozdan tashlasak, shu videoni misol oddiy 10 mingta odam ko'radigan bo'lsa, azizlar 10 mingta odam ko'radigan bo'lsa, 10 mingdan tashlasak ham ortig'i bilan bo'ladi. To'g'risi 5 mingdan tashlasak ham yetadi. 5 ming so'mdan azizlar. Nima keladi 5 ming so'mga? To'g'risi. Do'konga kelib qoldim. Ustalarga tuxum olamiz hozir. Chunki ertalabki 10 da beryapsizmi choy? 10 daylariga tuxum, shakarchoy qilib tuxumni yo qovurib beradi, yo qaynatib beradi, yeb olishadi, keyin obediga oshqa beryapsiz-a? Xo'p, azizlar, va nihoyat Qunduz Hoji enam orzu qilgan pechka, Andijon pechkasi yetib keldi. Mashalloh. Bu katta narsa ekan-a? Mana qaranglar, derazalar o'rnab, romlar o'rnab chiroyli bo'lib qoldi enamiga. Hech tegmasi. Kelinglar. Assalomu alaykum. Aka, siz Shopir aka? Assalomu alaykum. Bardamiz? Andijon qatidan kelyapti? Andijondami? Ha. Andijonda Soy bozoridan, Soydan. Xo'p, Andijonda Soy bozoridan keldi. Mana shu pechkani yasagan, mana shu xonadon uchun ehson qilgan usta akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Mabodo kimda kimga mana shunaqa pechka kerak bo'lsa, men pechka yasaydigan akani telefon nomerlarini qo'yib o'taman. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Hali o'rnaganda ham ko'rsatamiz. Endi hozir yetib kelib tushdi. Avvalo aka Alloh rozi bo'lsin. Usta akani oti nima edi? Biz tanimaymiz ham, bilmaymiz ham. Baxtiyorjon. Baxtiyor usta Baxtiyor akami? Baxtiyor aka. Ya, aniq Baxtiyor aka. Baxtiyor aka Alloh rozi bo'lsin, qilgan ihsonlaringizni Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin inshaalloh. Mana Hoji enamiz xursand bo'lib, duo qilib ko'p yillar ishlatib yurishlik nasib qilsin. Endi shu uyga kimki ehson qilayotgan bo'lsa, azizlar, to'g'risi mana shu uylar buzilib ketguncha savobi sizga kelib turadi.
Xudo xolasa hozir pechkalar tushiramiz, olib kiramiz, o'rnatamiz. Hani siz ben tutmayı kurarım. Şöyle falan. Şöyle. Og'ir pechka ekanmi? Mana shu pechkani ehson qilgan ustani otasiga rahmat. Bungalar 4 kishi ko'tarib yurib ketyapti. Katta narsa ekan. Hamma mana shu pechkani oldini ko'rish bilan mana keldi va nihoyat azizlar. Yo'g'i? Bu qatdan yoqadi. Maşallah. Xullas Alloh rozi bo'lsin. Mana pechkamiz ham keldi, qadrdonlar. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tiborchi rahmat. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha hammaga xayr deymiz. Odiljon Xomidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 5200 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkin shaharchasi, Dasht mahallasi.